Assalomu alaykum akalar. Bir-biri bilan urushgan xo'rozlarni beti yara bo'lib, ishib ketib, ko'karib ketib, shu qaytmayotgan bo'lsa, mana badiyaga degan mazdan surtaysizlar. Ikki xil maz bor. Ichini ochganingizda bir xilgisida oq chiqadi, bir xilgisida sariq chiqadi. Bulardan ham kuchlirog'i parashogi bor, 5 grammlik. Mana hozir rasmi chiqib keladi. Shu parashogni odam aptekasida sotadi, 5000 so'm turadi. Narxi qimmat emas. Unga 2 tomchi, 3 tomchi suv tomizasizlarda sumalak holatiga keltirib turib, xo'rozni betiga surtaysizlar, yuziga. Ishiqlarini, ko'karishlarini hammasini qaytaradi shu. Tuzatib yuboradi 2 kun, 3 kunda, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, like bosishni unutmanglar. Akalar, bu dori xo'rozni og'zidan chiqayotgan sassiq hidlarni davolaydi. Xo'rozni og'zini ochsangiz, tomog'iga, og'zini atrofiga sariq kichkina mayda yarachalar chiqib ketgan bo'lishi mumkin. O'zi grippga o'xshab, susayib, kasalga o'xshab turadi, don yemay qo'yadi, kamaydi. O'sha paytda shu vinilinni og'ziga surtasalaring zo'r bo'ladi, tuzalib ketadi. Assalomu alaykum akalar, ukalar. Obunachilarimizdan yana savol kelgan edi, shunga javob qilyapti. Jo'jalarning to'shiga suv to'planib qolayotgan bo'lsa, odam aptekadan linkamitsin degan dorini so'raysiz. Olib, to'shiga 1 grammdan 5 kun ukol qilasiz. Suv ketib ancha tortilib qolgandan keyin teri o'zi ko'rinadi, bo'shashib qoladi. To'plangan suv bir hafta 10 kunlar ichida qurib bezga aylanishi mumkin-da, xullas hammasida ham emas. Bez qatib go'shtdan ajratib turib, teriga o'tganda lezva bilan sekin kesib olib tashlaysizlar. Bu shu bilan yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum akalar. Bu vitaminimiz jo'jalarning sog'lom katta bo'lishiga katta yordam beradi. Oyoqdan qolish, ishtaha yo'qolish, muskullarni rivojlantirishda rosa katta yordam beradi. Hazm sistemasiga ham zo'r foyda beradi. Tezda hazm qiladi. Tarkibida 40 dan ortiq vitaminlari bor. 1 litr suvga 1 gram qo'shib 15 kun beriladi. Qaynatib sovutilgan suvga berasizlar. 15 kun berganingizdan keyin pereriv qilasiz keyin. Yana tuxumga tayyorlagan tovuqlarga bersangiz ham bo'laveradi. Vitaminlarni ko'paytirib beradi. Tuxumni yaxshi berishni boshlaydi. Assalomu alaykum akalar. Mana chechak bo'lgan xo'rozga mana shu doridan ukoldan qilasizlar. Yarim grammdan oshiq qilmanglar. 5 kilolik katta xo'rozlar bor, shularga yarim gram qilasizlar. Agar kichikroq xo'roz bo'lsa, dozani sal kamaytirasizlar. Ukol shu boshini tepasida, tojini orqasi bor, shu yerda yumshoq joyiga, teri ostiga qilinadi. Keyin betidagi chechaklarga zilyonka surtib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. Chechaklar to'kib yuboradi zilyonka quritib. Ammo dozani umuman ko'paytirmanglar, shol qilib qo'yadi cho'jangizni, shol bo'lib qoladi cho'ja. Ehtiyot bo'linglar. Assalomu alaykum akalar, ukalar. Bu ikkita dori xo'rozni ko'zi kuchli travma olib, tirnog'imi tegib ketgan bo'lsa, ko'z mijjasiga qon to'planib, ishib, yallig'langanda foyda beradi. Ko'zni barcha og'ir lat yeyish holatlarida ishlatiladi. Ancha yildan beri sinalgan, foyda berib tuzatgan dori. Xullas, ko'rdan boshqa ko'z og'riqlar, jarohatlarni hammasini tuzatadi. 2 mahal 2 tomchidan Dabra D degandan qilasiz. 2 mahal tomchilik geldan. Karnagel degan bor, mana Carneregel. Shundan 2 mahal qilasiz. 3-4 kunda yaxshi bo'lib ketadi. Assalomu alaykum akalar. Bu mazimiz sho'rga qarshi dori. Sho'rga va tashqi chechak va sho'rga tashqi chechak bilan sho'rga bir xil ta'sir qiladi. Agar tashqi chechakda qo'llasangiz, Siflox tabletkan 2 ga bo'lib turib, 2 mahal yarimtadan ichirib tursangiz, tezroq tuzalishga anaqa bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Xo'rozni ichidan ham davolasangiz, tezroq tuzaladi. Mana bu mas vobshe zo'r narsa. Sho'rni ham, chechakni ham to'kib tashlaydi, yo'q qilib tashlaydi birpasda. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum akalar. Kataklar dezinfeksiya qilishda mana shu dori vobshe zo'r narsa. Umurtqasi yo'q, suyagi yo'q hasharotlarni hammasini qirib tashlaydi, arigacha qirib tashlaydi.
Bilsangiz, ko'pchilik katak dezinfeksiya qilganda ohak bu narsalardan foydalanadi. Bu lekin yaxshi yo'li, foydasi rosa kuchli. Ham katagingiz har doim toza tursa, har xil kasalliklar chiqmaydi. Mana bu kasalliklar asosan isqirtlikdan chiqadi. Katagingiz chatoq bo'lsa, yaxshi bo'lmasa, suv ichadigan idishlar ko'pchilikni katagida ko'rganman-da, kir bu balchiq bo'lib yotadi. Ana shunaqalar qilmash kerak.